Assalomu alaykum. Ahlan musulmon. Mana bugun biz payg'ambarimiz o'tirgan g'orga keldik. Buyoq qo'milning juft halollari bir kunda 3 mahal qatnagan ekan. Biz bir mahal chiqqanimizcha o'zi charchadik. Xudoga shukr, mana Alloh nasib qilgan ekan, chiqdik. Ashu g'orda payg'ambarimiz Qur'onni nima qilgan ekan? Chop qilgan ekan. Ko'ringlar. 1 kilometrdan ko'proq, menimcha, men hisobimda undan oshiqroq. Ilhomjon gapiring. Xo'ja akam bilan faoliyat chiqmani payg'ambarimizni qo'llariga yetib keldi. Inshaalloh hammaga Nasib qilsin shunaqa kunlar. Hozir ichkarilarni ham ko'rsataman. Hammaga ham nasib qilsin bu kunlar. Qani Ilhomjon, keling. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ayşe. Ilhomjon keling endi. फोटो पकड़ ले इमरान भाई दो Jamiki musulmon borki, chetga kelardi. थोड़ा फोटो ऊपर देता Kim ko'nglida bo'lsa, dilida bo'lsa, kesin hamma mana shu g'orlarga kelib. Ilhomjon, sherigim, 50 boshimiz naryoqda odamlarimiz olib kelyapti hozir. Bizcha tezda yurib yoshroqligimiz uchun. हाँ उधर फोटो पकड़ना Yoshroqligimiz uchun tezda yurib qo'ylardan uzr so'raymiz. Mana Ilhomjon bilan sizlardan yoshimiz biz. Assalomu alaykum, hammalarga kelinglar. You can go. I will catch one photo. Step. Oh. Nasıl Mustafa amca şimdi? Anke Mustafa तुम्हें. Önce kafamı alacağım şimdi. Yalla, yalla. बड़े चांस फोटो Xudoyim yetkazganingga shukr. Ota-onalaring yoshligida quvvati bor edi, jo'natinglar betlariga. Bitta qarigandan keyin chiqishi ancha qiyin bo'lib qolar ekan. Mana ko'rib odamlar namozni o'qishni boshlashdi. Odam jamiki musulmonlar chetda mana. Ilhomjon, Assalomu alaykum, kelinglar. Ajabba. Ota-onangiz yoshligida jo'nating. Ha, ota-onam Yosh o'tganda qiynaladi. Ancha qiynaladi. Yosh bo'lsangiz hamma yo'lni yasayapsizlar. Kichkina ham yoshman, baquvvat.